Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi күндىلىك xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Men Hidayat Musacan. Bugün 3-cü ayının 24-cü günü çarşamba. Həmminglarning mush vaqtda xeyirlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinglar bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatida bo'lsin. 22 mart günü Avropa İttifaqı, Amerika, Kanada və Angliyaning Uyghur qırğınçılığı bilan şug'ullangan Xitoy amaldorlari va organlarini jazolash haqida o'rtaq qaror e'lon qilishi va Xitoyning buningdan o'ch elish maqsadida shu kuni Avropa parlamentining a'zolari va germaniyalik tadqiqotchi Adrensin qatorliqlardan tarkib topgan 10 kishiga va shundaqla Avropa Kengashi siyosiy va xavfsizlik komiteti, Avropa Parlamenti kishilik huquq tarmoq komiteti, Germaniya Amerika tadqiqot markazi, Dunya Demokratik İttifaq fondi jamiyati qatorliq 4 o'ringa jazo tadbiri qo'yganligini jakarlashi g'arb matbuotlarida kuchli qo'lg'oli qo'zg'ab kelmoqda. Siyosiy analizchilar Bayden hukumati ta'kidlab kelgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasida Xitoyga qarshi Amerikaning ittifoqdoshlari bilan birlikda harakat qilish planining nihoyat tezda amalga oshishi boshlaganligini, Xitoyning o'sh elish maqsadida Yevropa ittifoqiga qaratgan yuqorqi embargo qarorining bo'lsa, mohiyatda butun g'arb dunyosining demokratiya va kishilik huquqdan iborat asosli qimmat qarishiga ochiq holda jang e'lon qilish ekanligini, Xitoyning bu xil o'ktamligining bundan keyin g'arb dunyosining Xitoyga qarshi birlik sepining yanada kuchayishiga sabab bo'ladiganligini bayon qilishmoqda. Bu munosabat bilan bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunya Uyg'ur Qurultiyining muavin raisi, Turkiyadagi strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandim Yevropa İttifaqı, Amerika, Kanada va Angliyaning Uyg'ur qirg'inchiligi bilan shug'ullangan Xitoy amaldorlari va organlarini jazolash haqida o'rtaq qaror e'lon qilishining orqa ko'rinishi va sabablari haqida to'xtalib mundoq dedi. Budaqı g'arb davlatlar birlikda Xitoyga qarshi, ya'ni Xitoyning ilib olgan bu zulm siyosatlariga va xalqarodagi bu qattiq qo'lliq va maslashmaslik bir niyati bilan, siyosati bilan ilib olgan harakatiga qarshi Xitoyga bir embargo yaptırım qilishi bu tarixiy bir taraqqiyot bu. Çünkü uzun yıldan beri bulup keyingi 40 yıldan beri g'arbliklar bu Xitoyningki taraqqiyoti bilan birlikda Xitoy ondan keyin xalqaro qonunlarni to'naydigan, xalqaro tuzumga bo'ysunadigan va sistemga moslashadigan degan bir tushunchasi bordi. Ammo keyingi yillarda bo'libmi shu Xitoy raisi Xi Jinping hokimiyat beshiga kelgandan beri bundaq bo'lmaydiganligini hozircha ko'rgan bo'ldi. Bo'libmi shu Uyg'ur, Hong Kong, Tayvan nurg'un masalalarda bundaq menimki degan to'g'ri qolganini xato deydigan bundaq hamkorlik qilishninki niyati bo'lmagan bundaq bir davlatga qarshi g'arbliklar o'zininki qimmat qarashlarini qo'g'dashga tirishdi deb ko'rsak bo'ldi. Ya'ni ham ijtimoiy ham siyosiy jihatda bo'lgan bu qimmat qarash inson haqlari, demokrasiya, matbuot va kishininki ifoda erkinligi degandek bularni qo'g'daydigan insonliklarninki teng baravar bo'lganligini tug'ilgandan beri bu teng baravarlik borlig'ini muhitni qo'g'dash degandek shunday qimmat qarashlarga Xitoy hurmat qilmaganligini ko'rib yetdi. Undan keyin Xitoy mavjud g'arbliklarni qurib chiqqan tuzumlarni buzish va bu ba'zi davlatlar bo'lib Amerikaninki milliy manfaatiga maydon o'qish, misolga xavfsizlik jihatda mavjudiyatni qo'g'dab qilish, xalqini bayashat yashqizish va shundaqla demokrasiya va kishilik huquqni qo'g'dab qilish degan Amerikaning bu oliy milliy manfaatga qarshi maydon o'qiyotganini ko'rdi. Boshqa davlatlarmi bu Xitoyningki qilmishliklarida bu nurg'un bu yig'inlarda bo'lsin, mayli qandaq bir siyosiy, iqtisodiy xavfsizlik bilan munosabatli yig'inlarda Xitoyningki bu xil tavrdan bularmi o'qangan bo'ldi. Ya'ni Xitoyni amda yana rahat qo'yversak bundaq bo'lmaydiganligini va kuchlangan siri iqtisod jihatdan kuchlangan siri kommunist partiya kuchlanyotdi. Kommunist partiya kuchlangan siri bu diktatorlikni mang'izyotdi. Bu hozirgi g'arb davlatlarininki tushunchasiga mos kelmagan bir vaziyatda ko'ryotdi. Ya'ni bu tarixiy bir qadam, bu birinchi qadam deb o'ylayman. Bundan keyin qadamlar bo'ladi deb o'ylayman. Xitoyningki ko'rsatgan inkosmi kuchli chiqyotdi. Xitoyningki bu xil reaksiya, bu xil ko'z tushi g'arb davlatlarini texma achchig'ini keltiradigan bir ahvollar bo'ladi. Shuningga bu Xitoy bu zihniyati bilan davom qiladigan bo'lsa, g'arb dunyosi bilan bir
rəqabətçi deb ko'ringan bir ahvol emas, bir düşmanca ko'ringan bir ahvollar paydo bo'lishi mumkin. Shuningga bu oldimizdagi 10-20 yildan yana mushu masalalar davom qiladi deb o'ylayman. Xitoy bundan keyin texmi cho'ng besimlarga uchraydi. Xitoy o'zini qo'g'dayman deb, ba'zi xato ziyniyati bilan o'zini qo'g'dayman deb g'arbliklarga qattiq chiqish mumkin. Bu xil bir-birisiga bo'lgan qattiq qo'lliq siyosatlar tabiiy ahvolda 21-asrninki o'ttir zamonga yana davom qildi deb o'ylayman. Avstraliya bilan Yangi Zelandiya hökumətlləri 23 mart birləşmə bayanat elan qılıb, Uyğurlarning növbətdəki vəziyyətindən qattiq əndişə qılıyatqanlığını, Avropa İttifaqı, Angliya, Kanada və Amerikanın Xitoy Kompartiyasının Şərqi Türkistandakı əməldarlarına yürgüzgən cəzalaş tədbirlərini qollaydiganlığını bildirişi mustabid kommunist Xitoy hakimiyyəti üçün yeni bir əcəllik zərbə oldu. Analizchilar buni Uyg'urlar masalasida Xitoyga qarshi xalqaro birlik safning yanada kengayishining jonliq o'rnikidan iborat deb qaramoqda. Bayonotda Avstraliya va Yangi Zelandiya hukumatlarining bugun Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmon osonliq millatlarga qaratilgan og'ir kishilik huquq dafsandichiligiga oid kun suri ko'payayotgan ishonchlik dokladlardan qattiq andisha qilayotganligini ta'kidlagan. Bu yozma bayonot Avstraliya tashqi ishlar va savdo ministri Marisa Payne bilan Yangi Zelandiya tashqi ishlar ministri Nanayi Mahutaning nomida e'lon qilingan. Bayonotda yana Uyg'urlarga qaratilgan og'ir kishilik huquq dafsandichiligiga oid aniq dalillarning borligi eskartilib, Avstraliya bilan Yangi Zelandiya, Kanada, Avropa İttifaqı, Angliya va Amerikaning tunigun kechida e'lon qilingan embargo tadbirlarini qarshi oladi. Biz bu davlatlarning, jumladan butun Avstraliya va Yangi Zelandiya jamoatlarida mavjud bo'lgan bu cho'nqur andishalarga o'rtoqlashimiz deyilgan. Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan bugun istansimizga qilgan so'zida Avstraliya va Yangi Zelandiya hukumatlarining yuqorqi birlashma bayonotidan mamnunlik tuyganligini ifoda qilish bilan birga Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Avstraliya va Yangi Zelandiya hukumatlarining amaliy tadbirlarni yurgizishini umid qiladiganligini bayon qildi. Bu munosabat bilan shu kuni Xitoyning Avstraliyadagi bosh elchixonasi bayonot e'lon qilib, Avstraliya tashqi ishlar va savdo ministrligining Yangi Zelandiya tashqi ishlar ministrligi bilan birlikda e'lon qilgan yuqorqi bayonotiga qattiq norozilik bildirdi. Bayonotda Xitoy yana o'zining qonun muqomini bozorga silib, Avstraliya hukumatining yolg'on va bo'htonga tayangan bu bayonoti Jongoning ichki ishlarga qo'pollik bilan aralashganlik. Biz Avstraliya hukumatini kishilik huquq masalasida qo'sh o'lcham qo'llanmaslikka chaqiramiz deb bildirdi. Xalqaro kechirim tashkiloti yaqinda Xitoy hukumatining zulmi sababli parchalangan Uyg'ur oilalari, jumladan chet ellardagi ota-onalar bilan uchrasholmay tirik yetimlarga aylantirilayotgan ming'lagan Uyg'ur bolalarining fojiasi haqida maxsus doklad e'lon qildi. Xalqaro kechirim tashkilotining mazkur dokladiga sakpora bo'lgan yurak, vayron bo'lgan hayot, zulm ayirib etgan Uyg'ur oilalarining qabohatli kechirmishlari deb mavzu qo'yilgan bo'lib, dokladda bildirilishicha Xitoy doiralarining nihoyatda keng ko'lamda qattiq qo'lliq bilan elib berayotgan tutqun qilish harakati va sistemalik zulmlari qatorliq sabablar chet ellardagi Uyg'ur ota-onalarni Xitoyga qaytib, bolalarini beqish imkoniyatlaridan mahrum qilgan bo'lsa, yana bir yoqdan bu bolalarni ota-onalar turayotgan davlatlarga berib, ular bilan jam bo'lish imkoniyatlaridan mahrum qilgan. Xalqaro kechirim tashkiloti bu dokladni tayyorlash uchun Avstraliya, Kanada, Italiya, Gollandiya va Turkiyada yashaydigan bolalardan ayrilib qolgan 6 nafar ota-ona bilan tafsiliy suhbat elib borgan. Dunyoning o'xshamagan joylarida yashayotgan va farqli sabablar bilan chet ellarga chiqqan bu Uyg'ur ota-onalarining hammasi oqibatda bolalardan ayrilib qolish, ularning izdirikini bilmaslik va hatto ularning hayot tiriklikdan xabar bo'lmaslikda qismatlarga duchor bo'lgan. Xalqaro kechirim tashkiloti dokladida bu 6 oila bergan guvohliklarning Uyg'ur oilalar duchor bo'lgan qismatlarning intayin oz bir qismiga vakillik qiladiganligini eskartgan. Xalqaro kechirim tashkilotining doklad haqidagi bayonotida mazkur organning Xitoy ishlari tadqiqotchisi Alkan Akat mundaq degan: Xitoyning Xinjiangdagi rahimsizlarcha keng ko'lamli tutquni harakati juda qilingan Uyg'ur oilalarini intayin qiyin ahvolga qo'ydi. Bolalarning Xitoydan ayrilishiga yo'l qo'yilmaydi. Ammo ota-onalari uyiga qaytib ularning holdan xabar olmoqchi bo'lsa, ziyonkashlikka va xohlagancha tutqun qilishga uchraydi. Biz paranglashgan ota-onalarning kishini ichindirdigan guvohlik so'zi faqat Uyg'ur oilalari duchor bo'lgan azob uqubatning oz bir qismi. Xitoy hukumatı Xinjiangdagi bu rahimsizlarcha siyosatini oxirlashtirib, bu oilalarning boldiroq jam bo'lishiga kapolatlik qilishi kerak. Xalqaro kechirim tashkilotining bu dokladi donliq televiziya kanali CNN televiziyasida bir vaqtda e'lon qilinib, zo'r inkas qo'zg'adi. Avstraliya parlamenti 22 mart kuni Xitoyning Uyg'urlarga qarata sistemli holda kishilik huquq dafsandichiligi yurgizdi deb ayiblash haqida maxsus munozara elib borgan.
Bu təklif layihəsini Liberallar Partiyasının bolğan Avam Palata əzası Kevin Adrews bilan İşçilar Partiyasının bolğan Avam Palata əzası Keris sunğan bolub, onunda Avstraliya hökumətinin Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıga Şərqi Türkistanga təkşürüş elib beriş toğrusida besim işletişi, zamonaviy qulluq va ta'minot zanjirlaridagi majburiy emgakka qarshi tadbirlarni ilishi talab qilingan edi. Avstraliya parlamentida Uyg'urlar masalasi haqida muzokara elib berayotgan 22 mart kuni Dunya Uyg'ur Qurultiyi ishki ishlar komitetining mudiri va Avstraliya Uyg'ur jamiyatining hay'at a'zosi Baxtiyor Bo'ri apandim Avstraliya parlamentini ziyorat qilib, bir qator muhim uchrashuvlarda bo'lgan. Shundaqla Uyg'ur erkiy qirg'inchiligini qabul qilish haqida taklif loyihasini sungan va bu loyihani qo'llab kelayotgan parlament a'zolariga Dunya Uyg'ur Qurultiyi va Avstraliyadagi butun Uyg'ur jamoati nomidan rahmat aytgan edi. Ondan burunmu Avstraliyaning har qaysi joylarida aktiv faoliyat elib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarimi Uyg'urlar masalasini qo'llab kelayotgan parlament a'zolariga ayrim holda minnatdorlik maktubi yo'llab, Avstraliya parlamentida Uyg'ur erkiy qirg'inchiligi haqida qaror loyihasining ma'qullanishini taqozolik bilan kutayotganligini ifoda qilishgan edi. Bu munosabat bilan istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Baxtiyor Bo'ri apandim o'zining Avstraliya parlamentida elib borgan faoliyatlari haqida ma'lumot berib mundoq dedi. 22 kuni men shaxsan Sidneydan Canberraga berib, soat 9dan 10:20gacha bo'lgan aralıqda parlament shu so'zlaydigan, ya'ni Kevin Andrews, Chris Hayes, Adam Dett qatorliq Liberal Parti, Emgakchilar Partiyasi va Yeşiller Partiyasidan bo'lgan parlament a'zolarininki yordamchilari bilan ko'rishdim. Va o'zimizningki bu talabini o'tirg'a yana bir qatim og'zaki qo'ydim. Şunun bilan birga saat 10'dan 45 o'tganda 1 saat Avstraliyaning parlamentida bir masala uchun 1 saat talash tortish qo'yish intayin oz ko'rilgan masala. Bizningki Xitoy hokimiyatining xalqimiz ustida elib berayotgan bu qirg'inchiligi faktlar bilan aniq va bu yerdagi tashkilotlar va da'vo sipidagi fidokorlar va umumiy xalqimizningki bo'libmi 3-ayning 15 kunidagi Canberradagi namoyishimizning va axborotlarningki besimi bilan 1 saat bu haqda talash tortish bo'ldi. Shu 1 saat ichida 6 Liberal Partiyasidan bo'lgan parlament a'zolari, 5 Emgakchilar Partiyasidan bo'lgan parlament a'zolari va Yeşillardan bo'lib, 12 parlament a'zosi 1 soatda Sharq Turkistonda bo'layotgan qirg'inchiliklarni tafsili parlamentda o'tirib qo'ydi. Bo'libmi George Christensen degan Emgakchilar Partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Sharq Turkiston deb atadi. Va Annie Stanley degan parlament a'zosi Xinjiang degan yangi besilingan yoki yangi territoriya deb o'zining so'zini boshladi. 22 mart günü Avrupa İttifaqı, Amerika, Kanada ve Angliyaning Uyghur qirg'inchiligi bilan shug'ullangan Xitoy amaldorlari va organlarini jazolash haqida o'rta qaror e'lon qilishi bilan Xitoy pay cheki va xalq pulining kursi tushib ketgan. Reuters agentligining bildirishicha G'arbning jazosi mablag' sog'uvchilarning qiziqishini azaytgan. Shuningdek siyosiy andisha bozog'i bo'lgan besimni kuchaytgan. 22 mart günü Xitoy pay cheki bozorining ko'rsatkichi 1% tuvallagan. 22 mart yana Xitoy puli yuanning kursi tushib ketgan. Xitoy Xalq Bankisi o'simni turaqlashtirib, yuanning kursini saqlab qolishga tirishgan bo'lsa-mu, biroq bu ishga yaramagan. Reuters agentligining bildirishicha analizchilar yuanning kursining tushib ketishiga embargo ta'sir qilganligini bildirgan. Hayotliq ilmi mutaxassisi va fanni umumlashtirish yozuvchisi marhum Abbos Burxonning yetakchiligida tasdiqlangan tabiiy fan va fanni umumlashtirish jihatdan ulgulik rol o'ynab kelgan Bilim kuch jurnali 2017-yildan keyin to'xtab qolgan edi. Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va assimilyatsiya siyosati tufayli Uyg'ur tili va madaniyatining Xitoyning negizlik zarba berish nishoniga aylanib qolganligi ma'lum. Sharq Turkistonda Uyg'ur tilida nashr qilingan kitob jurnallarning yo'q qilinishi va cheklanishi muhojiratdagi Uyg'ur ziyolilarini harakatga keltirmoqda. Yaqında Uyghur Akademiyasining tarkibida qurilgan Qurultiyi instituti tabiiy fan sohasidagi 50 dan ortiq fan tadqiqotchini tashkillab, Bilim kuch jurnalini chet elda asliga keltirishni qaror qilgan edi. Uyghur Akademiyasining va Qurultiyi institutining tirishchiliklari natijasida Bilim kuch jurnalining tunji sonning elektronlik nusxasi 21 mart kuni e'lon qilindi. Bilim kuch jurnali Sharq Turkistonda 400 sondan ortiq nashr qilingan bo'lib, Xitoyning keyingi yillardagi qirg'inchilik siyosati, lager tuzilmasi va ma'rifdan Uyg'ur tilini cheklash sababli nashrdan to'xtagan edi. Kuzatuvchilarning qarashicha Uyg'ur tilining ma'rifda cheklanishi va kasbiy sohalarda Uyg'ur tilining qo'llanilmasligi Uyg'ur tili va madaniyatining taraqqiyotini to'sib qo'ydi ekan.
İlim-fen bilimlerining ve kesbi atalgılarının Uyghur tilida umumlaşışı, Uyghur cemiyetining ve medeniyetining zamanaviylashishiga ve taraqqiy qilishiga turtki bo'ladi ekan. Mutaxassislarning aytishicha, Uyghur tilida e'lon qilingan fanni umumlashtirish asarlari oila va taratqularda qisman mavjudligini saqlab kelayotgan Uyghur tilining ilmiy va fan texnika sohalarida qo'llanishchanligini o'stirishda muhim rol o'ynaydi ekan. Dunya Uyghur Qurultiyining oliy maslahatchisi, Uyghur akademiyasining faxriy raisi doktor Rishad Abbas apandi bo'lsa, marhum milliy ustozimiz Abbas Burxonning o'g'li bo'lib, u bilim kuch jurnaliga yozgan beg'ishlimida Uyghur ziyolilariga chaqiriq qilib mundaq degan. Bilim kuch jurnalining muhojiratda qaytadan nashr qilinishi dal shu maqsadlarimizga yetishda xalqimizga ilhom beradigan ijobiy kuch bo'g'isi. Shunga men bu jurnalning nashr qilinishini qizg'in tabriklash bilan birga, har qaysi davlatlardagi Uyghur fan tadqiqotchilarimizda burunqidek yakka holatda ish qilishga xotima berib, kuchni birlashtirib, milliy mavjudligimizni qo'g'dash va milliy mustaqilligimizni tezroq qo'lga keltirish yo'lida birlikda harakat qilishga, chorisizlik ichida tengirqayotgan vatandagi qarindoshlarimizning biz fan tadqiqotchilardan kutgan umidini jonpidolik bilan oqlashga chaqiraman. Dunya Uyghur Qurultiyining Parijda qurilmoqchi bo'lgan ishxonasiga xizmatchi qabul qilish e'loni. Dunya Uyghur Qurultiyi tarafidan oldimizda Fransiyaning poytaxti Parijda quriladigan ishxonasi uchun to'liq kun xizmat qiladigan maoshliq program yetakchisi qabul qilinadi va Fransiyaning o'lchami bo'yicha sug'urtaliq maosh beriladi. Qabul qilinadigan xizmatchi xodim jazmani oliy maktab diplomiga ega bo'lgan bo'lishi, fransuzchani yuksak saviyada bilgan bo'lishi, inglizchani belgilik saviyada bilgan bo'lishi shart. Ondan boshqa yana Xitoy vaziyati, Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasida cho'nqur ma'lumotga ega bo'lgan bo'lishi, xalqaro munosabat, diplomatiya va siyosiy bilimlarda ma'lum asosga ega bo'lgan bo'lishi, normal 8 soatlik xizmat vaqtiga kapolatlik qilish bilan birga jiddiy ahvollar ostida, bayram va ta'til kunlarida fidokorlik ko'rsatib xizmat qilishga tayyor turadigan ruhga ega bo'lishi lozim. Dunya Uyghur Qurultiyining Parijda qurilmoqchi bo'lgan ishxonasi Qurultiyining Fransiyadagi to'liq huquqli vakolatchilik organi bo'lib, bu ishxonaga qabul qilinadigan programma yetakchisi Qurultiyiga vakolatan Fransiya hukumati, parlamenti, Fransiyadagi har qaysi siyosiy partiyalar, kishilik huquq va ommaviy tashkilotlari bilan keng doirada munosabat o'rnatib, Fransiyadagi Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoati bilan yaqindan moslashgan holda Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasining Fransiyadagi ta'sirchanligini yanada oshirishga g'ayrat qiladi. Agar o'zingizni bu sharafli xizmatga loyiq ko'rsangiz, 2021-yili 4-oyning 15-kunidan burun tövandagi aloqalashish adresi orqali o'zingizni Dunya Uyg'ur Qurultiyi markaziy ishxonasiga tizimlating. Qurultiyining rasmiy tor betidan bu vaqtdagi e'lonning yanada tafsiliy mazmunini ko'ra olasiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi tor televiziyasi kündəlik xəvərlər proqrammisida diqqətinizə sunduq. Keyin qaytımlıq proqramımızda görüşəylik. Görüşüş zaman boğaysılar. Xeyri xoş.